Taksida sekretni dodasi. Mana nima uchun reytinginglar tushib ketadi va yo'lini aytaman, qanday bo'lish. Akalar, hozirgi kunda ko'pchilik reytingi tushib ketayotgandan jalba qilyapti. Nima uchun deganda 2020-yil Cobalt ko'rishinglar mumkin. Top-toza. Mana orqalarigacha top-toza. Idealni haydayman deb 100% keltirib beryaptilar. Shu vaziyatda ko'rgan, tekshirgan ba'zadan akamiz to'g'ridan-to'g'ri dispetcherlarga telefon qilgan payt kattasiga ulab bergan. Aka, biz sizni tekshirdik, hammasi joyida, lekin klient nohaq jalb yozgan. Sababi nima? 60 minglik, misol uchun siz 2 kilometrga, 3 kilometr yo'q, vaqt kelsa 5 kilometrga 60 ming povisheniya bilan zakaz olasiz-ku, o'sha payt bularga alam qiladi. Shuning uchun keyingi poyezdkasi arzon bo'lsin deb siz ustingizdan nohaq jalb yozadi deganlar bor. Endi akalar, bu vaziyatda nima qilishimiz kerak? Avvalambor Allohga tavakkal, rizq Allohdan, hech qanaqangi, misol uchun ketsin, bloklasin. Bloklamasligi uchun akalar, klient bilan misol uchun 60 minglik bo'lsa, misol uchun to'g'ri muomala qilsangiz, aka, mabodo shu so'rab qolsa, noto'g'ri yozmang desangiz, yoki agar klient kartadan oplata qiladigan bo'lsa, qo'liga 10 ming so'm berib turib, 5 ming so'mini chivi qildirib olsangiz, ustiga nur ustiga a'lo nur bo'ladi, ham reyting ko'tariladi, ham klientga oluvchi emas, beruvchi bo'lasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like. Shunaqangi zo'r sekretlarni o'tkazmaslik uchun akalar, uverina obuna bo'lib qo'yinglar, Yandexga jigarlarga jo'natinglar. Kimda qanaqangi muammo bor, kommentarda yozinglar, o'sha haqida video qilamiz. Biz xizmatda O'zbekiston bo'ylab agar kimda kim reytingi tushib, komforti bloklanib qolgan bo'lsa yoki mashinasini yili eski bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Onlayn ochib beramiz, hammani kutib qolamiz. Ketdi. Yandex taksichi jigarlarim, ogoh bo'lasizlar. Taksopark foizi 1% deb turib 3,5% da ishlab yuribdi. Viloyatdan kelgan akamiz bexabarlar. Hozir misol uchun zakaz qildim. Ko'rdim aka, necha foiz ishlayapsiz? 3,5% ko'rishinglar mumkin. Chaqirayotgan payt 1% deb chaqirilgan. Taksopark foizlarini tekshirtirib turinglar. Bo'lishi mumkin agar bu akamiz blok ochtirgan bo'lsa yoki qanaqadir yilini ko'tartirgan bo'lsa yoki misol uchun litsenziyani tekinga qilib bergan bo'lsa yoki 4 ta ballon tekinga taqib bergan bo'lsa 3,5% qilib qo'ysa yarashadi. Lekin reklamada 1%, bir hafta o'tgandan keyin 3,5% ga ko'tarib qo'yib, akamiz aytishi bo'yicha 500 ming ishlasam, uyga 100 ming olib kiraman. Qanday deysizlarmi? 100 ming so'm foizlarga ketadi. 100 ming so'm zapravkaga ketadi, 100 ming so'm yeb ichamiz, 100 ming so'm uyga ro'zg'orlik. 100 ming so'm ham bor mana bu. O'sha narsalari bor akalar. Bunaqangi nohaqlik qilmanglar, bu videoni Yandexga jigarlarimizga jo'natib qo'yinglar. Eng zo'r sekretlarni hali olib chiqamiz. Obuna bo'linglar. Profilimizda bundan ham yaxshi sekretlar bor. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like. Eng arzon taksopark foizlari mana shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Undan ham tashqari tekinga ishlash imkoniyatlari bor. Biz xizmatda eng zo'rlari oldinda. Ket. Yandex taksida ko'proq daromad topish xohlagan jigarlarim, ayniqsa mashinasi kreditda yurgan yoki davlatcha to'y hashamga boradigan jigarlarim uchun ko'rishinglar mumkin. Nakleyka yopishtirish qiyinmi deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin. Akkurat shunday yopishtirasizlar. Mana buni bitta olib turib, orqasidan mana uni shunday olib qo'ysanglar bo'ldi. Liniyada yurganda mana shuni o'zi taqib yuriladi. Bunga g'ay pretenziya qilmaydi. To'y hasham bo'lsa, buni olib qo'yasizlar. Kelsanglar biz sizlarga yopishtirib beramiz. Hozirgi paytda bunga ruxsatnoma yoki bunga ruxsatnoma olish shart emas. Zo'r yo'lini topib qo'ydik. Yandexga jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Imенно shu narsani O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham beramiz. Bu zo'r narsa. Чтобы liniyada yurganingizda mana bu narsalarni taqib yurish ham shart emas. Lekin zo'r sekreti bor. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Narxi 290 ming so'm. Xudo xohlasa shu video 100 ta like, 100 ta kommentariy yig'sa, inshaalloh nasib bo'lsa, mana shu narsalar hammasini 99 ming bitta mashinaga komplektni qilib beramiz. Faqatgina o'zingizlar yopishtirib olsanglar, jigarlarga jo'natinglar, eng zo'rlari oldinda biz xizmat.